Tak, hammaga assalomu alaykum, hurmatli treyderlar, hurmatli Picasso YouTube kanali obunachilari. Anchadan beri tahlil chiqarmagandik. Xudo xolisa, bugundan boshlab ancha aktiv bo'lamiz. Inshaalloh kundalik tahlil, haftalik tahlil qilamiz. Обязательно bitta paralarda ham kerak bo'lsa, chiroyli qilib tahlil qilamiz. Va bugungi tahlilimiz faqat tillo uchun bo'ladi va yaxshilab nima deyotganimni va nima demoqchi bo'lganimni xudo xolisa o'ynashib bir 8 minut 10 minut vaqtlaringni xudo xolisa tillo uchun olishim mumkin. Balki bundan ham kam bolalar. Xudo xolisa, unda biz 3 oylik time frame dan boshlaymiz. Xo'p, 3 oylik time frame ga qaraydigan bo'lsak, bizda juda ham chiroyli hayimiz bor va bizda juda katta usullar bo'lgan. Tarixga qaraydigan bo'lsak, bam bitta tushish, bam bitta tushish. Endi bu tomon bitta tushish hisoblanmaydi, no bitta tashash endi mana shu miderega va yana bam tepaga uchib, endi bitta tashashi bo'lib berishi kerak buni va u bo'lib beradigan zonasi 3 oylik FVG va 3 oylik FVG ni ichida bizda sell side bo'ladi va bu sell side 3819 3820 zonalar bo'ladi. Lekin u pastroqgacha tushishi kerak 3700 tochkalarga, balkim 50% 3600 ga ham tushib ketib qolishi mumkin. No, pika 3800 yoki 3900 hisoblanadi va bu 3 oylik time frame. Sizlar 3 oylik time frame o'zingizlarning naqaliga o'tsanglar ham nima uchun sel ko'rayotganim va 3 oylik time frame lovini qarasanglar yechilmagan. Hech yo'q, bu bay ketishi uchun, mana situatsiyada biz bay qiziqishimiz uchun hech yo'q bu yechilgan bo'lishi kerak edi. To'xta, bu 3 oylik lovni yechdi. Demak, biz 3 oylik hayga harakat qilib ko'rsak, sal idealroq bo'lar ekan, haqiqatga yaqin bo'lar ekan desak, u umuman boshqa tema hisoblanadi. Endi 1 oylik time frame ga o'tadigan bo'lsak, ya'ni 3 oydan 1 oylik time frame ga tushadigan bo'lsak, men sizlarga juda ham e'tibor berishingizni xohlayman shu joyda. Mana bu narsa ko'rib turganlaringdek, bu 1 oylik FVG, mana bu 3 oylik FVG. Ya'ni 1 oylik FVG bilan 3 oylik FVG bitta joyda. Endi biz nima qilamiz? 3 oylik FVG ni unutamiz. Chunki atda 1 oylik FVG ham bor. Endi biz 1 oylik FVG ni prosta chiroyli qilib tizib qo'yamiz va bu narsani o'ziga e'tibor berishga harakat qilamiz. Va mana bu esa 3 oylik lov edi, mana bu 3 oylik lov. Endi mana bu holatda o'zi aslida nima qilish kerak va nimaga e'tibor berish kerak? Bu juda ham tilloq qiynab qo'ydi. Ya'ni 1 oylik time frame da juda odamni qiynab qo'yadigan vaziyat qildi. Nega? Chunki bizda teparoqda juda ham chiroyli FVG qolib ketdi. Ya'ni narxni o'ziga tortuvchi juda ham chiroyli zona. Ya'ni bitta narsa borda, bozorda doim ishlaydigan bitta narsa bor va buni ICT da o'zi ham aytgan, bozorda ishlaydi ham emas, hamma narsa ishlaydi, buni ishlatishingizga bog'liq. Ya'ni doim buy side yechilgandan keyin sell side ga ishlash yoki sell side yechilganda buy side ga ishlash bu eng zo'r likvid hisoblanadi aslida bozorda. Bunaqa holatda ham o'zi aslida tillo nima qilishi kerak? Tillo o'zi aslida katta time frame ga qaraydigan bo'lsak, bunday qilib turib nima qilish kerak bizga o'zi? Aslida agar bu baqacha tushadigan bo'lsa, lekin mana bu holatda o'zimizcha biz kichkina time frame ga o'tib turib, o'zimizcha aqllilik qila olmaymiz. Bizga o'zi aslida chiroyli sel bo'lishi uchun va juda chiroyli yurishi uchun va biz u selini ushashimiz uchun biz mana buni qo'yib yordikmi? Demak, mana uni biz ushashimizga to'g'ri kelib qoladi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Saidxon, bu endi baytga chiqqandan keyin sel yurmay qolishi mumkin-ku deyishingiz mumkin. Albatta. Biz обязательно baqa kelgandan keyin tasdiq olamiz. Biz o'zimiz bitta kelib turib kelsam, ikki stop qo'yib turib biriga bir ishlamaymiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, unaqa emas. Обязательно bunga ham plan bor. Qachonki agar bu zonani esinglarda tursin, bu men sizlarga ataylab tillovni o'ziga tahlil qilyapman. Qachonki mana bu situatsiya bo'lsa va mana bu situatsiyadan keyin bunaqa bay bo'ladi. Tushundinglar-a? Ya'ni 5000 o'sha 6000, даже 6000 tochkaga 5000 emas, o'sha bu 5600 700 turibdimi? Endi 6000 gacha uchadi tillo agar xudo xolasa mana shu situatsiyalar bo'lsa, endi yaqin o'tda emas, boradi shu narsalarga. Va ko'rib turganlaringdek, u qachon borishi kerak? Agar mana bu zona buzilib ketsa, tepaga otadi-ku, misol uchun o'sha 1 oylik svecha tepaga otib biz ushalmadik, keyingi 1 oy lov yasaganda FVG ga dam bayga ishlab boramiz. Biz ungacha unaqa situatsiyani ikkinchi plan qilib aytamiz. Prosta men ichimdagi narsalarni va bozorda kelajagini, tillodagi holatni qachon bay, qachon selishashimizni men sizlarga tushuntirib beryapman. Agar bu sel yurmasdan tepaga yuradigan bo'lsa, mana bu zonadan biz sel qiziqib ko'ramiz. Ya'ni 1 oylik FVG, 1 oylik high yechiladi va low qolib ketadi. Bu low eco low va juda ham chiroyli sell side'lar va u oylik va 3 oylik FVG'lar bo'lib
qoladi. Tushunyapsizlar? Endi haftalikka o'tadigan bo'lsak, haftalikdagi hay o'sha mana bu tochkalar, o'sha oylik tochkalar mana shu zonalarga to'g'ri keladi va ko'rib turganlaringdek bizda juda ham chiroyli lovlar qolib ketilingan. Nimani hisobiga? Bunaqa qilsam sekin tushunasizlar mana. Opa, ko'ryapsizlar? Ya'ni likvid tochkalar bizda, ya'ni qolib ketgan. Selga baribir bozor yurishi kerak va haftalikka qaraydigan bo'lsak, o'sha mana haftalik FVG bor, o'sha oylik FVG ni ichida. Ko'ryapsizlar? Ya'ni o'sha mana shu tochkalarga to'g'ri keladi. Xo'p, undan tashqari daylikka oladigan bo'lsak, daylikda mana bu holat, men o'zim anchadan beri kutyapman, to'g'risi, men kichkina time frame ne qildim, mana shu sell saytda ancha oldim. Buni o'chirib qo'ysam ham bo'ladi, chunki o'zi bu agar bay yurmoqchi bo'lsa, daylikda tushuntiradigan bo'lsak, mana bu zona bizga OC bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin-da. Tushunyapsizlarmi? Teparoq chiqib turib, keyin yana tashlashi mumkin mayitlardan. Yoki bo'lmasam bu mana shu holatida o'sha mana bu ko'rganlaringdek oylik FVG gacha otib turib, manaqdan keyin yana bunday qilib tushishi mumkin. O'sha zonalardan, o'sha zonadan, manaqdagi zonadan o'sha bunday kelib berishi mumkin. Tushunyapsizlar? Ya'ni yurish berishi mumkin. Ya'ni tushundinglar degan umiddaman. Mana bu holatda o'zi aslida daily time frame'da bizdagi daily high yechilingan. Ko'ryapsizlar? Daily high yechilingan va o'sha dailyni mana bu low qolib ketgan. O'zi aslida mana bu zonagacha men juda ham cho'tki sell sayt kutyapman. U zona 4000 zona deylik, mana sal teparog'i 4000 zonagacha sell kutyapman va undan tashqari 3941 va undan ham tashqari uje pastdagi mana ko'rib turganlaringdek oylik FVG mana uni bunday qilib nijniy qilib qo'ysa, dailyda bizda o'sha zonani ko'rsatadi mana. Ya'ni undan ham pasti uje opa mana ko'ryapsizlar? Mana set ya'ni ishlaydigan tochkalarimiz agar bitta narsa esingizda tursin, agar bu narsa agar bugun oqaydigan bo'lsa, bu ertaga yana oqadi. Mana bunaqa narsa bo'lib ketadi uje mana. Ko'ryapsizlar? Keyin batdan yuradi. Uje mana zona kerak bo'lmay qoladi. Agar bu tepaga otsa, bu zonadan yana mashina qilib sel ishlab ko'rish harakat qilamiz. Chunki bozor shunaqa holatga olib kelib qo'ydi, ya'ni betada beradigan holatga olib kelib qo'ymadi. Shuning uchun biz bozorda holatga qarab harakat qilishimiz kerak. Endi 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, mana zona esinglarda, bu zonadan sel berganman bozorda hammaga. Ya'ni bu zonadan yursa yaxshi situatsiyalar bo'lsa sel deganman, lekin mana shu zonani o'zida juda ham chiroyli narxlar ushab qolyapti bu zona va narxni ushab plus qaytarib boryapti. Endi biz mana bu situatsiyalarni unutib turaylik, mana narsalarni bunday qilaylik-da, o'zi bizga aktualniroq sell sayt mana bu bo'ladi. 4 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, bir ham sizlar o'ylagan hech nima yo'q va bitta o'sha men bergan mana shu zona turibdi xolos, ya'ni narxni ushab qolayotgan. Bittan 4 soatlikda misol uchun bozorda prosta 4 soatlikda ochiladi. 4 soatlikda prosta ochsanglar mana hech nima ko'ra olmaysizlar. Qatdan sel ko'rasizlar. Bu gap bo'lishi o'tidan selligini hamma biladi. O'tigacha уже bozor normal yurgandan keyin, u pideriga to'g'ri kelgandan keyin, bu mana pideriga to'g'ri kelgandan keyin обязательно bitta qaytarish bo'ladi orqaga. Bunaqa narsa, balki bunaqa narsa bo'lishi mumkin. Undan tashqari bu zonaga agar narx chiqmaydigan bo'lsa, 1 soatlik time frame'larga qaraydigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da bizda hozir FVG yasayapti. Agar mana shu FVG ni buzadigan bo'lsa, tepaga qarab o'zi men normal yurib bersa kerak. Agar mana shu bizdagi hozir video chiqqandan keyin mana shu FVG agar ushlagan bo'lsa, o'zi pastlarga tashlasa, juda ham chiroyli sell sayt bo'ladi va aktualroq sel olish uchun mana bu zonani IFVga qilib ishlatish bu juda ham chiroyli zona bo'ladi. Mana o'sha bozor yaxshigina oqib bergandan keyin pastga tashlab mana bunday qilib berib turib bersa, dam o'sha sel onasini hamsan bo'ldi. Agar bu tepaga otadigan bo'lsa, o'sha ne aktual hisoblanib qoladi sel. Shu sababli katta time frame'larni yopilishiga qarab, boshqa situatsiyalarga qarab turib harakat qilsanglar juda ham yaxshi bo'lar edi. Chunki men to'g'risini aytaman, sel idea beryaptim. To'g'ri, kimdir hayron bo'lishi mumkin. Baydek ham gangityapti Saidxon deyishinglar mumkin. Yo'q, men u narsaga gangitmayapman. Men sizlarni ogohlantirib qo'yyapman va savdo qilish uslub o'zinglarniki va savdo qilish va shot sizlarniki. Shu sababli men u narsaga juda ham hushyor bo'lib ishlanglar mana. Men u narsaga juda ham hushyor bo'lib ishlanglar. Shunaqa bolalar, xudo xolasa 10 minut vaqtinglarni oldim tillo uchun. Xudo xolasa ko'rib turib kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni qoldirsanglar, negativ qabul qilmayman. Qana ma'noda? Endi menga FVGni noto'g'ri chizasiz, sell sayt o'tini noto'g'ri oldingiz demasanglar bo'ldi. Menga bozor holatini chiroyli qilib tushuntirib yozsanglar, men ham shunaqa kutyapman yoki boshqa situatsiyalar, xudo xolasa. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Picasso edi. Hurmat qilib oxirigacha ko'rganlarga hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.